O'zbekiston pensionerlari uchun muhim xabarlar e'lon qilindi. Pensiya vaqtincha to'xtatiladimi yoki to'lovlar bekor qilinadimi? Rasmiy tashkilotlar bu borada qanday bayonot bermoqda? Tarqalayotgan gaplar rostmi yoki navbatdagi yolg'onmi? Bularning barchasiga aniqlik kiritamiz. To'liq ma'lumot bilan tanishing va yangiliklardan boxabar bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va dunyodagi eng so'nggi hamda dolzarb yangiliklarni kuzatib borish uchun videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun muhim. Ma'lumotlarga ko'ra, Xalq banki endilikda pensiya tarqatish vakolatiga ega emas. Markaziy bank qarori bilan ushbu yo'nalishga oid 2 hujjat o'z kuchini yo'qotgan. Shuningdek, ishlamaydigan pensionerlarga to'lovlarni tashkil etish bo'yicha ham bank vakolati bekor qilingan. Mazkur o'zgarishlar mart oyining 30-kuni Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Markaziy bank tomonidan tasdiqlangan bo'lib, 2018 va 2019-yillarda qabul qilingan yo'riqnomalar endi amal qilmaydi. Vazirlar Mahkamasining 2024-yilga oid qaroriga muvofiq fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish tizimiga tegishli hujjatlar qayta ko'rib chiqildi. Natijada ayrim qarorlar bekor qilinib, boshqalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Bu esa pensiyani tayinlash va to'lash jarayonini soddalashtirib, ortiqcha byurokratik to'siqlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol: pensiya miqdori qanday hisoblanadi? Amaldagi qoidalarga ko'ra, erkaklar 60 yoshga yetib, kamida 25 yil ish stajiga ega bo'lsa, ayollar esa 55 yoshga to'lib, kamida 20 yil ish stajiga ega bo'lganda pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. Agar fuqaroning kamida 7 yil ish staji bo'lsa, unga mos ravishda to'liqsiz pensiya tayinlanadi. 7 yil ham bo'lmagan holatda esa nafaqa beriladi. Pensiya hisoblashda asosiy omil tayanch qism hisoblanadi. U so'nggi 10 yillik ish faoliyatidagi eng yuqori ketma-ket 5 yil oylik maoshining 55% asosida belgilanadi. Bundan tashqari, belgilangan stajdan ortiq har bir yil uchun qo'shimcha 1% ustama qo'shiladi. Shuningdek, xizmat ko'rsatgan faxriy unvoniga ega fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 1,16 dan kam bo'lmagan miqdorda qo'shimcha to'lov beriladi. Endilikda pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi qog'oz guvohnomalar berilmaydi. Barcha ma'lumotlar elektron tizimda yuritiladi. Shu bilan birga pensiyalar iste'mol narxlari indeksiga qarab muntazam indeksatsiya qilinadi. Yana bir yangilik: harbiy xizmatchilar uchun pensiya tizimida o'zgarishlar kutilmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, 30 yildan ortiq xizmat qilgan harbiylar uchun pensiya miqdorini oshirish rejalashtirilgan. Hujjat hozircha parlamentda birinchi o'qishda ko'rib chiqilib, ma'qullangan. Mazkur loyiha harbiylar va ularning oila a'zolarini pensiya bilan ta'minlash tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan. Eng muhim o'zgarishlardan biri 30 yildan ortiq xizmat qilganlar uchun pensiya hisoblashda inobatga olinadigan ish haqi ulushi 75% dan 100% gacha oshirilishi mumkin. Bundan tashqari, pensiya hisoblashda qo'llaniladigan bazaviy ko'rsatkichni ham o'zgartirish taklif etilmoqda. Ya'ni hozirgi 10 baravar o'rniga 12 baravar asos qilib olinishi mumkin. Mutaxassislar fikricha, bu o'zgarishlar uzoq yillar xizmat qilgan harbiylarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga xizmat qiladi. Do'stlar, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish orqali bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang.